Assalomu alaykum aziz Cher yurgancha obunachilari, metan provan muammosidan charchagan muxlislarimiz. Sizlar uchun bugun o'z segmentimda komfort jihatidan, xavfsizlik jihatidan ko'pgina ustunliklarga ega bo'lgan, ya'ni atigi 100 km 4 litr yoqilg'i sarf etadigan Arizo 8 gibrid avtomobilimiz haqida gaplashamiz. Arizo 8 gibrid avtomobilimizning eng muhim joylari nelardan iborat? Avtomobilimizda ikkita dvigatel o'rnatilgan bo'ladi. 1,5 turbo dvigatel, keyin elektrodvigatel bo'ladi. İkisini общий qo'shib hisoblaganimizda 347 ot kuchidan iborat bo'ladi. 347 ot kuchi nima beradi? 347 ot kuchi avtomobilni to'liq xohlasangiz sport rejimidan ko'chadagi hech qaysi bir avtomobillardan qolishmagan holatda razgoni deysizmi, tezlanishi deysizmi, tezligi deysizmi, sizlarga eng bir sportivniy kayfiyatni taqdim etib beradi avtomobilimiz. Yana eslatib o'tamiz. Atigi 100 km 4 litr rasxod bo'ladi. Shu tezlanishidan. Endi ko'pchilik gibridlarda ishlash sistemasi har xil bo'ladi. Hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Arizo 8 gibrid avtomobilimiz qanday ishlaydi? Aytib o'tganimizdek 1,5 turbina dvigatelimiz, bu benzin motor. Bu ham avtomobilni harakatlantiradi, ham generator vazifasida avtomobilga zaryad beradi. Ya'ni elektron motora plus benzin motorimiz ham mashinani tortib harakatlanib turadi va shu atrofida zaryaddan berib ketaveradi. Shuni hisobini 100 km 4 litr rasxod qiladi. Bu faqat qurish zaryad berish uchun ishlatilmaydi-da bu benzinoviy motorimiz 1,5 motor. Sizlar istasangiz, xohlasangiz quri tokni o'zida. Tokni o'zida bo'lsa avtomobilimiz 125 kilometrgacha faqatgina energiya orqali harakatlanib turadi. Benzin motor sifatida haydayman, to'liq benzin motor kerakmi desangiz, bomber qilsangiz bo'ladi, ya'ni tok tarafini umuman o'chirib tashlaysiz. Faqatgina benzin motorining o'zida harakatlansangiz 8-8,5 litr atrofida benzin rasxod qiladi shahar joyina. Trassa rejimida esa 3-4 litr atrofida rasxod qiladi. Lekin eng ключевой tarafi ushbu gibridimiz. Gibrid rejimida haydasangiz avtomobilga benzin motor korobkamiz 7 yil 200 ming kilometr, elektromotor batareyamiz esa 8 yil 160 ming kilometr rasmiy kafolat beriladi. Endi tashqi dizaynlarni ko'rsangiz bo'ladi. To'liq linzoviy optikalar bilan jihozlangan bo'ladi. Endi gibrid bo'lgani uchun reshotka radiatorimiz ham gibridlarga xos tarzda ishlangan. Oldi qismida parktronikalarimiz, kameramiz, 18 dyum diska balonlarimiz avtomobilimizning biznes klass turkumiga kiradigan ekanligini yana bir isbotlab turadi. Dizaynni o'zlaringiz e'tibor berasizlar. Egiluvchan pоворotnik chiroqlarimiz, kameramiz va yon taraf yoritgich chiroqlarimiz bilan jihozlangan. Eshiklarimizda beskluchoy dostupimiz, katta panorama lyukimiz, bokoylarimizda slepoy zona datchiklarimiz o'rnatilgan bo'ladi. Avtomobilimizni endi ichki qismini sal sho'dan ko'rib o'tamiz. Avtomobilimizning interyerini o'zlaringiz baho bersangiz bo'ladi. Ya'ni avtomobilimiz haqiqiy bir samolyotning kabinasining ishlangan. Polniy koja salon, освещениялар e'tibor berasa, bu mingdan ortiq xildagi ranglar bilan yonib o'chib turadi. O'zingizga xohlasangiz muzika, xohlasangiz harakatga tuzib ketsangiz ham bo'ladi. Akustika sistemalarimiz Sony, eshik obshifkalarimiz haqiqiy MES uslubida ishlangan. Yana bir e'tibor tortadigan joyi, oldi qismini ko'rdik, orqa qismini ko'rsangiz, kattagina salon. O'zlarimiz jadal tilda aytadigan bo'lsak, avtomobilimiz polniy gamadin harakatlanadi deydilar-ku. To'liq yo'llarda gamadin harakatlanadi. Ya'ni podveska tizimimiz avtomobilimizni mutalliq yo'lda ushlab turadi. Bu ortiqcha shumlar, ortiqcha tiqir zvuklar avtomobilimizda hech qanday yo'q. Avtomobilimizda Cher yurgancha avtosalonimizda kelsangizlar test drive mavjud. Trading sifatida ham xarid qilsangiz bo'ladi. Naqd, kredit, rassrochka, lizing asosidan xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Bundan da ko'p funksiyalar mavjud, lekin hammasini aytib tashlasak, nodazan bir
qiziq kamera, bemalol avtosalonimizda Xiva Group yanida tashrif buyursangiz, avtomobilimizni to'liq menejerlarimiz ko'rsatib beradi. Haydab ko'rib, xohlagan tarzda xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Hammangizni Cherry Urganch avtosalonida kutib qolamiz.